bo'yicha rahbarlar bilan gaplashganmiz. Holatni o'ylab ko'ryapti. Bu umuman masalan 30% ko'rsatilgan, aholisi 30%, masalan istiqbolga ko'rsatilgan. Deputatni eshitdingiz. Deputatni mana taklifini eshitdingiz. Qarorni eshitdingiz. Deputat bilan fikrlashib olinganligi uchun hamma shug'ullangan qanday vaziyatda, o'sha mahallada vaziyat qanday, burada qanday o'rganishga inson ijtimoiy xizmatlar markazidan olib kelganmi? İnsan ijtimoiy xizmatlar markazi. Yo'q. Haqqi sug'urlanishi kerak. Deputatlardan hozir chiqarish kerak. Boshqa savollar yo'qmi? Savollar bo'lmasa, marhamat joyiga o'tirishingiz mumkin. Hurmatli deputatlar, kun tartibida shu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihalari sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Takliflar bilan qabul qilinsin. Demak, takliflar bilan qabul qilinsin deb ovoz beruvchilar rozilar. Rahmat, qarshilar. Yo'q, betaraflar. Yo'q. Tasdiqlandi. Endi shular hammaga taalluqli. Biz odob axloq qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Birinchi navbatda kiyinish qoidasi. Kiyinish madaniyati. Sessiyada deputatlar hammasi kostyum uchun galstuklar bu oliy o'rin. Hammani tasavvur qilish. Tashkilotlar xizmat tasdiqlarimiz kun tartibidagi 5-masala Sherobod tuman hokimligi huzuridagi yoshlar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan sport musobaqalari bilan bog'liq xarajatlarni moliyalashtirish uchun mablag' ajratish to'g'risida. Mazkur kun tartibidagi masala bo'yicha tuman yoshlar ishlari bo'limi boshlig'i Suvonov Shohjahon Kamoliddinov hisobotda tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi majlisida eshitilgan va muhokama etilgan. Bildirilgan fikr va mulohazalar va takliflarni inobatga olib, qaror loyihasi tayyorlangan. Hurmatli deputatlar, mazkur masala yuzasidan tayyorlangan doimiy komissiya xulosasini o'qib eshitish uchun so'z tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi o'rinbosari Hojiddinov Humoydin Saidiyevga beriladi. Marhamat, Humoydin Saidiyev. Hurmatli deputatlar, hurmatli deputatlar, kun tartibida masalan Sherobodagi yoshlar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan sport musobaqalari bilan bog'liq xarajatlarni moliyalashtirish uchun mablag' ajratish to'g'risida. Shu masala yuzasidan Sherobod tuman yoshlar ishlari bo'limi boshlig'ining 2019-yildagi prezident murojaati taklif etilgan hisob-kitoblar, xarajatlar smetasi hamda ilova qilingan hujjatlar doimiy komissiya tomonidan atrofli o'rganildi. O'rganishlar davomida mazkur mablag'lar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yildagi 102 sonli qaroriga, 2026-yildagi 8 sonli qarori bilan kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar asosida tasdiqlangan nizom tadbirlariga muvofiq ajratilganligini aniqladi. Jumladan, nizomning 12 va 52 bandlariga talablariga asosan 2026-yil davomida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkaziladigan tuman bosqichli sport musobaqalarini tashkil etish, g'olib va sovrindorlarni, shuningdek faol ishtirok etgan hakamlar, volontyorlar, yoshlar yetakchilari hamda boshqa ishtirokchilarni taqdirlash bilan bog'liq xarajatlarni moliyalashtirish ko'zda tutilgan. Taqdim etilgan xarajatlar smetasiga ko'ra jami 415 million 86 ming so'm mablag' ajratish rejalashtirilgan. Mazkur mablag'lar quyidagi yo'nalishlarda sarflanishi belgilangan. Bosh prokuror kubogi doirasidagi milliy kurash musobaqasi uchun 77 million 209 ming 200 so'm. Ishlar boshqarmasi kubogi doirasida voleybol musobaqasi uchun 29 million 770 ming so'm. Davlat xavfsizligi kubogi doirasida futbol, mini futbol va shaxmat musobaqasi uchun 308 million 170
1600 doimiy komissiya taqdim etilgan hujjatlarda va hisoblarni ko'rib chiqib, mazkur mablag'larni Sherobod tuman hokimligi huzuridagi yoshlar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Shu bilan birga ajratiladigan mablag'lardan foydalanish jarayonida amaldagi qonunchilik hujjatlari talablariga qat'iy rioya etilishi, davlat tariflari to'g'risidagi qonunchilik talablari asosida ishlarni tashkil etish, mablag'larni maqsadli, samarali va tejamkorlik tamoyillari asosida sarflash, sarflangan mablag'lar bo'yicha belgilangan tartibda moliyaviy hisobotlarni yuritish ta'minlanishi lozim. Ifodalarni kelib chiqib, xalq deputatlari Sherobod tuman kengashining mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi mazkur masalani qo'llab-quvvatlaydi va sessiya muhokamasiga kiritilishini maqsadga muvofiq hisoblaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doimiy komissiya xulosasidagi savollar bormi? Savollar bo'lmasa, rahmat joyida berilishingiz mumkin. Kun tartibidagi ushbu masala yuzasidan tegishli qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihalari sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan bunda qanday takliflar bor? Ma'qul bo'lsa, marhamat ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlanadi. Kun tartibidagi 6-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 13-dekabrdagi 1448 sonli Surxondaryo viloyatini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda aholi turmush darajasini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning Sherobod tumanidagi ijrosi to'g'risida. Mazkur kun tartibidagi masala bo'yicha tuman hokimining o'rinbosari Musayev Elbek Jo'rayevning hisoboti tuman kengashining doimiy komissiyalari qo'shma majlisida eshitilgan va muhokama etilgan. Bildirilgan fikr mulohazalar takliflarni inobatga olib, qaror loyihasi tayyorlangan. Hurmatli deputatlar, mazkur masala yuzasidan tayyorlangan doimiy komissiya xulosasini o'qib agrar suv xo'jaligi ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Hakim Bo'lolov Eshqulov bo'ldi. Marhamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak deputatlar Sherobod tuman kengashi doimiy komissiyalari qo'shma majlisi kun tartibidagi masala, ya'ni 8-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 13-dekabrdagi 438 sonli Surxondaryo viloyatining kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda aholi turmush darajasini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini Sherobod tumanidagi holati to'g'risida. Mazkur masala yuzasidan tuman hokimining o'rinbosari Elbek Musayevning hisoboti taqdim etilgan tahliliy ma'lumotlar hamda mas'ul tashkilotlar tashkilotlari xalq deputatlari Sherobod tuman kengashi komissiyalarining qo'shma majlisida atroflicha ko'rib chiqildi va muhokama qilindi. Muhokamalar davomida prezident qaroridan kelib chiqib belgilangan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha tumanda muayyan ishlar amalga oshirilganligi qayd etildi. Jumladan 2025-yilda rejalashtirilgan obyektlarning asosiy qismida qurilish ta'mirlash ishlari yakunlangan. 2026-yil uchun belgilangan loyihalar bo'yicha esa 15 rekonstruksiya ishlari belgilangan tartibda bosqichma-bosqich amalga oshirilgan. Shu bilan birga ayrim ta'lim muassasalari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qurilish va rekonstruksiya ishlarini yakunlash muddatlari 2027-yilda ko'chirilganligi muhokama qilinib, mazkur obyektlar bo'yicha ishlarni o'z vaqtida va sifatli yakunlash yuzasidan qo'shimcha choralar ko'rish zarurligi ta'kidlandi. Qo'shma majlis davomida deputatlar tomonidan qurilish ishlarining sifati, ajratilgan mablag'larning maqsadli o'zlashtirilganishi, obyektlarni belgilangan muddatda foydalanishga topshirish, aholi bandligini ta'minlash, investitsiya loyihalarini samarali amalga oshirish hamda ijro nizomini yanada mustahkamlash bo'yicha takliflar va mulohazalar bo'ladi. Muhokama natijalariga ko'ra, mas'ul rahbarlar tomonidan qaror ijrosini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar umumiy holatda qoniqarli deb baholanadi. Shu bilan birga quyidagi masalalar alohida e'tibor qaratilishi qayd etildi. Qurilish ta'mirlash ishlarini tasdiqlangan grafik asosida va sifatli bajarilishini ta'minlash, amalga oshirish muddati 2027-yilga ko'chirilgan obyektlar bo'yicha aniq chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish hamda ishlarni jadallashtirish. Ajratilgan mablag'lardan maqsadli, samarali, oqilona foydalanish to'g'risida doimiy nazorat o'rnatish. Xulosa qilib aytganda, xalq deputatlar Sherobod tuman kengashi doimiy komissiyalari qo'shma majlisi
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 13-dekabrdagi 438 sonli qarori ijrosi yuzasidan tuman hokimining o'rinbosari Elbek Musayevaning hisobotini ma'lumot uchun qabul qilishni, amalga oshirilgan ishlarni qonun haqiqiy baholashni hamda mazkur masala yuzasidan tayyorlangan qaror loyihasini ma'qullab, Xalq deputatlari Sherobod tuman kengashining navbatdagi sessiyasi muhokamasiga kiritilishini tavsiya etadi. Doimiy komissiya xulosasi yuzasidan savollar bormi? Savollar yo'q bo'lsa, marhamat, kun tartibidagi ushbu masala yuzasidan tegishli qaror qabul qilishni so'radim. Qaror loyihalari sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Yo'q bo'lsa, marhamat, ovoz berishlarini so'raymiz. Hozirlar. Rahmat. Qarshilar. Yo'q. Betaraflar. Yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi 7-masala. Sherobod tumanida yoshlar uchun yozgi ta'tilni mazmunli va samarali tashkil etishga qaratilgan dolzarb 90 kun chora tadbirlar rejasini tasdiqlash to'g'risida. Mazkur kun tartibidagi masala bo'yicha tuman hokimining o'rinbosari Farmatov Alibek Allamrodovning hisoboti tuman kengashining doimiy komissiyalari qo'shma majlisida eshitilgan va muhokama etilgan. Bildirilgan fikr mulohazalar va takliflarni inobatga olib, qaror loyihalari tayyorlangan. Hurmatli deputatlar, mazkur masala yuzasidan tayyorlangan doimiy komissiya xulosasini o'qib eshitish uchun so'z ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi To'xtashev Abror Safarovga o'tdi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Doimiy komissiyamiz tomonidan Sherobod tumanida yoshlarning yozgi ta'til davrini mazmunli va samarali tashkil etishga qaratilgan dolzarb 90 kun chora tadbirlari rejasini tasdiqlash to'g'risidagi qaror loyihalari belgilangan tartibda ko'rib chiqildi. Muhokama davomida tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ishlar bo'yicha o'rinbosari Alibek Turmatovning axboroti mas'ul tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan rejalari atroflicha o'rganildi. Komissiya a'zolari tomonidan mazkur dastur yoshlarning yozgi ta'til davrini bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni sport, kitobxonlik, axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, kasb-hunar va tadbirkorlik yo'nalishlariga keng jalb qilish, uyushmagan yoshlar bilan mazmunli ishlash, shuningdek yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va boshqa salbiy holatlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Shu bilan birgalikda mas'ul tashkilotlar tasdiqlanadigan graf reja asosida barcha tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish, mahallalardagi uyushmagan yoshlarni keng qamrab olish, har bir tadbirlarning natijadorligi muntazam tahlil qilinib borishi hamda bu borada ishlar yuzasidan deputatlar nazoratini ta'minlash yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi. Muhokama yakunlari bo'yicha doimiy komissiya Sherobod tumanida yoshlarning yozgi ta'til davrini mazmunli va samarali tashkil etishga qaratilgan dolzarb 90 kun chora tadbirlar rejasini tasdiqlash to'g'risida qaror loyihalarini ma'qulladi va uni xalq deputatlari Sherobod tumani kengashining sessiyasi tomonidan qabul qilinishini tavsiya etadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Doimiy komissiya xulosasi yuzasidan savollar bormi? Savollar bo'lmasa, rahmat, joyingizga joylashing mumkin. Kun tartibidagi ushbu masala yuzasidan tegishli qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihalari sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Taklif bormi? Takliflar bo'lmasa, marhamat, ovoz berishlarini so'rayman. Rozalar, rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat, tasdiqlandi. Kun tartibidagi 8-masala. Xalq deputatlari Sherobod tuman kengashining 2025 3-martdagi 7-chaqiriq 119/25 sonli O'zbekiston Respublikasining 2024 5-avgustdagi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino